Assalamu alaykum hörmətli televizor Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Bugün 2-ci ayının 22-ci günü düşənbə. Həmmіңlarning şu vaqtda xeyirlik bolsun. Aziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatıda bolsun. Amerikadagi nopuzluq aqillar ombiri hisoblangan Amerika Enterprise ommaviy siyosat tadqiqot instituti mutaxassislari obzor e'lon qilib, Bayden hukumatini Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilishdan aslo voz kechmaslikka chaqirdi. Xabar haftaligi nomli jurnalda e'lon qilingan mazkur obzorda Bayden hukumatining Xitoyning millionlagan Uyg'urlarga qarshi yurgizgan harakatini irqiy qirg'inchilik deb tonish yoki uni inkor qilish masalasida kongrab qolganligi ta'kidlangan bo'lib, agar Joe Biden Xitoyga qattiq muomala qilish va kishilik huquqni Amerikaning diplomatiya siyosatining yadrosi qilish qatorliq ilgirki va'dalarini bir chetga qo'yib qo'yib, sobiq Trump hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan dahshatli siyosatlari ustidan chiqargan irqiy qirg'inchilik qarorini inkor qilsa, buning zo'r strategiyalik xatolik bo'ladiganligi o'ttirg'a qo'yildi. Obzorda yana sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo tarafidan 19 yanvar kuni e'lon qilingan irqiy qirg'inchilik qarorining har qaysi kishilik huquq tashkilotlari, parlament a'zolari, mutaxassislar, hatto Kengash palatasi a'zolaridan atrofliq fikr e'lingandan keyin chiqarilgan bir qaror ekanligi alohida eskartib o'tildi. Obzorda mundaq deyildi: Xitoyning irqiy qirg'inchilikni ayblash to'g'ri ish bo'lib qolmasdan, balki u yana strategiyalik afzallikka ega. Chunki Beijing xalqarodagi ommaviy obraziga e'tibor beradi. Hatto qatmuqat cheklimi ostidagi Xitoy ommasidami Xinjiang vaziyatidan beorom bo'lish alomatlari ko'rilmoqda. Obzorda yana agar Xitoyning irqiy qirg'inchiligi texmo keng e'tirof qilinadigan bo'lsa, buning Germaniyadagi davlatlarning Xitoy bilan savdo qilishini taslashtiradiganligi, Beijingning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi qatorliq ko'p taraflamalik organlarda huquq egilash urinishining mag'lub bo'ladiganligi o'ttirg'a qo'yildi. Amerikadagi nopuzluq aqillar ombiri hisoblangan Amerika Enterprise ommaviy siyosat tadqiqot instituti bo'lsa, Amerikaning ichki va tashqi siyosatiga bevosita ta'sir ko'rsatib kelayotgan muhim tadqiqot organlarining biridan iborat. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati tashkiloti, Amerika Uyg'ur birlashmasi, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, erkinlik saroyi, fuqarolar kuchi, Hong Kongni kuzatish tashkiloti qatorliq 24 tashkilot birlikda 17 fevral kuni Amerika prezidenti Joe Bidenga birlashma imzoli xat yo'llab, Biden hukumatini Amerika-Xitoy munosabatlarida kishilik huquqni oldingi o'ringa qo'yishga chaqirgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi va Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandimning istansimizga bildirishicha, Amerika Davlat Majlisi Avam Palata a'zosi Ted Deutsch apandi tarafidan hozirlab chiqilgan Sharq Turkistonlik muhojirlarni qo'g'dash va Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa turkiy millatlardan bo'lgan musofirlarning Amerikaga ko'chman bo'lib kelishini qulaylashtirish haqidagi qonun loyihasi oldimizdagi kunlarda Amerika Avam Palatasida muzokaraga qo'yilmoqchi. Navbatda Amerika Davlat Majlisi a'zolari orasida mazkur qonun loyihasiga qanday nom berish haqida jiddiy talash-tortishlar elib berilmoqda. O'tgan yili oktyabr oyida Amerika Davlat Majlisi Avam Palata a'zosi Ted Deutsch apandi Amerika Davlat Majlisining 30 a'zosi bilan birlikda Amerikaga kelmoqchi bo'lgan Uyg'urlarga viza berishni osonlashtirish va Uyg'urlarning Amerikaga ko'chman bo'lib kelishini qulaylashtirish haqida ayni chog'dagi Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va Amerika ishqiy bexatarlik ministri Wolf apandilarga maktub yo'llagan bo'lib, navbatda bu taklif Avam Palata a'zosi Ted Deutsch apandi tarafidan maxsus Sharq Turkistonlik musofirlarni qo'g'dash qonun loyihasiga aylantirildi. Ömer Qanat apandimning bildirishicha, hozirga qadar ular Dünya Uyg'ur Qurultayı va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining nomida Amerikaning munosabatlik organlariga va Avam Palata a'zolariga har qaysi alladiki, bo'libmi Turkiya va ba'zi islom allaridagi Uyg'urlar duch kelayotgan turli besim va tahdidlar, qiyinchiliklar, shundaqla Misr qatorliq ba'zi alladagi Uyg'urlarning Xitoyga majburiy qaytarilish ahvoli qatorliq masalalar haqida ko'p qitim maxsus doklad sungan bo'lib, agar yuqorgi qonun loyihasi ma'qullanib rasmiy qonunga aylangan taqdirda Sharq Turkistonlik Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, Tojik qatorliq millatlarga mansub musofirlarning Amerikaga viza elishi va ko'chman bo'lib yerlishi uchun intayin afzal va qulay sharoit tug'iladi. Keyingi bir qancha yildan buyon Amerika tashqi ishlar ministrligining bevosita orilishi bilan ba'zi lager shohidlari va hayoti xavf ichida qolgan ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz omon-eson Amerikaga yo'tkab kelingan edi. Mustabid Xitoy hokimiyatining vatan ichidagi xalqimizga qarata rahimsizlarcha yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish maqsadida Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati bilan Avstraliya demokratiyani mudofaa qilish jamiyati tarafidan 20 fevral Avstraliyaning Adelaide shahrida o'tkazilgan keng ko'lamli namoyish Avstraliya va chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi.
Avstraliyada Xitoy virusi sababidan yo'lga qo'yilayotgan qattiq karantin tadbirlariga qaramasdan, bu qitimqi namoyishga Odla shahrida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz va Uyg'urlarga hissdoshlik qilayotgan Avstraliyalik do'stlardan bo'lib 300 nafardan ortiq kishi qatnashdi. Bu qitimqi namoyishga yana yerlik hukumatning mas'ullari va yerlik parlamentning bir qism a'zolari ishtirok qilgan bo'lib, ular namoyish jarayonida qilgan nutqlarda kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarata yurgizayotgan turli zulm, besim va irqiy qirg'inchilik siyosatlarini qattiq ayiblash bilan birga, Avstraliya parlamenti va hukumatini Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarini tuzish uchun jiddiy harakat qo'llanishga chaqirdi. Bu qitimqi namoyishga riyosatchilik qilgan Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining raisi Nurmuhammad Turkistoniy apandi namoyishda qilgan so'zida, tunji qitim Uyg'ur namoyishchilar sepidan o'rin olgan yerlik hukumat mas'ullariga va parlament a'zolariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytish bilan birga, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak silish tuzumi, dinsizlashtirish, naslini quritish, madaniyat qirg'inchiligi elib berish, ona tilini yo'qitishdek bir qator jinoiy qilmishlarni qayta ta'kidlab o'tdi. Namoyishchilar qo'shini shahar markazida Xitoy hokimiyatiga qarshi jaranglik shuur to'lishib, atrofni larzaga keltirdi. Har qaysi allarda yashayotgan Uyg'urlar 21 fevral Dunyo ona til kunini intayin g'ashlik va mayuslik ichida turli faoliyatlar orqali xotirladi. 1999 yili Birleşken Devletler Teşkilatı 21 fevral kunini Dünya Ona Til kuni qilib bekitgan bo'lib, 2000 yili 21 fevraldan e'tiboran dunyoning har qaysi ellarida bu kun turli shakllar bilan xotirlab kelinmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha navbatda butun dunyo bo'yicha 7000 xildan ortiq til bo'lib, bu tillarning 40% yo'qolib ketish xavfiga duch kelmoqda. Bularning ichida Uyg'ur tilimi eng jiddiy yo'qolish xavfiga duch kelayotgan tillarning biridan iborat. Uzun yillardan buyon chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur milliy ma'orifini xitoylashtirish va Uyg'urlarning ona tilini cheklash jihatlarida ilib berayotgan jinoiy qilmishlarini dunyo jamoatchiligiga anglatishga tirishib qolmay, yana o'zlari turayotgan davlatlarda Uyg'ur o'smirlarimiz uchun maxsus ona til kurslarini ta'sis qilish orqali muhojiratdagi avlodlarimizning ona tilini qo'g'dab qilishga g'ayrat qilib kelmoqda. Hozir Uyg'urlar to'plashib yashayotgan davlatlarning hammasida degudek Uyg'ur ona til maktablari qurilgan. Qozog'iston bo'lsa chet ellarda muntazam Uyg'ur maktablari saqlanib qolgan birdan-bir davlat bo'lib, Dunyo Uyg'ur Qurultiy Ma'rif komitetining mudiri Dilnur Qosimova xonimning bildirishicha, navbatda Qozog'istonda maxsus Uyg'urcha 11 muntazam maktab va ruscha, qozoqcha, Uyg'urcha aralash 60 dan ortiq birlashma maktab bor. 21 fevral Dunyo Ona Til kunida har qaysi ellardagi Uyg'urlar ilmiy muhokama yig'inlarini uyushtirish, turli ijtimoiy taratqularda o'zlarining ona tiliga bo'lgan sevgisini ifoda qilish va o'zlari turayotgan davlatlarda o'tkazilgan ona til kunini xotirlash faoliyatlariga qatnashish qatorliq usullardan foydalanib, Xitoy tarafidan jiddiy yo'qotilish xavfiga duch kelayotgan go'zal Uyg'ur tilini saqlab qolishning muhimligini ta'kidlashdi. Masalan, 21 fevral Ona Til kuni Uyg'ur akademiyasining uyushtirishida Uyg'ur milliy mavjudligini saqlab qolishda ona til ma'orifining muhimligi degan temada maxsus tor muhokama yig'ini uyushtirdi. Turkiyadagi Uyg'ur doktor Mag'firat Kamal xonimning riyosatchiligida elib berilgan bu faoliyatda Shvetsiyadan Zulhayat O'tkir xonim, Norvegiyadan Gulnar Imom xonim va Avstraliyadan Salima Kamal xonim qatorliqlar ona til ma'orifi haqida qarashlarini anglag'uvchilar bilan o'rtoqlashdi. 21 fevral Dunyo Ona Til kuni munosabati bilan Germaniyaning Myunxen shahrida turli millatlar tarafidan qurilgan tashkilotlar birligi tarafidan uyushtirilgan va tor orqali o'tkazilgan xotirlash faoliyatiga tor orqali qatnashgan Bug'da Uyg'ur Ona Til maktabining o'quvchilaridan Zunnuraning yurak so'zlari va O'maq Uyg'ur qizi Zumratning mahorati turli millatlarga mansub yosh o'smirlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Mening ismim Zunnurayn. Men Germaniyada tug'ildim va Myunxen shahrida yashayman. Biz hafta oxiri Germaniya madaniyat ma'rif tarmoqidagi Uyg'ur maktabida ana tilimizni, madaniyatimizni va tariximizni o'rganamiz. Biz Uyg'urcha va Germancha so'zlagandan boshqa, ya'ni inglizcha, ruscha va turkcha tillarni bilamiz. Bizning nishonimiz iqtidorli bilim egalaridan bo'lib, yetishib chiqib, Germaniya va Uyg'ur millatimiz uchun xizmat qilishdan iborat. Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish va Turkiyadagi lager qurbonlari yaqinlarining norozilik harakatiga ovoz qo'yish maqsadida Uyg'ur Amerika Akademiyasining o'rinlashtirishi va Dunyo Uyg'ur Qurultiyining oliy maslahatchisi,
Uyg'ur Akademiyasining faxriy raisi doktor Rishad Abbosning bevosita riyosatchiligida 20 fevral kuni Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida o'tkazilgan norozilik namoyishi kuchli ta'sir qo'zg'adi. Bu qitimqi namoyish Nyu-York vaqti soat 1 da Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkda turishliq bosh shtabi oldida boshlandi. Orqadan namoyishchilar qo'shini Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq vakillik binosi oldiga berib norozilik harakatini bu yerda davomlashtirdi. Keyin Nyu-York shahridagi odam eng ko'p bo'lgan Xiralt maydoniga yo'tkalgan namoyishchilar qo'shini eng oxirida tushdan keyin soat 3 dan 30 minut o'tganda dunyoga dongliq davr maydonida namoyishini muvaffaqiyatli oxirlashtirdi. Namoyish jarayonida Uyg'urlar yo'l bo'yi Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin, lagerlar taqolsin degandek jarangliq shuorlarni to'lab, ko'chadagi Amerikaliklarni o'ziga jalb qildi va yo'l bo'yi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va jinoiy qilmishlari fosh qilingan tashviqot materiallarini tarqatdi. Vatandagi urug' tuqqanlarning izdirigini qilib Turkiyaning Istanbul va Anqaradagi konsulxona va elchixonasi oldida norozilik harakati ilib berayotgan lager qurbonlari yaqinlarining bu harakatiga ovoz qo'yish harakati har qaysi alladagi Uyg'urlar orasida uzluksiz zo'rayib bormoqda. Hozirga qadar bu munosabat bilan Qozog'iston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Germaniya, Norvegiya, Gollandiya qatorliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari Turkiyadagi qarindoshlariga madad berish maqsadida "Oilam nada" degan o'rtoq shior ostida maxsus namoyishlar uyushtirdi. Yaponiya va Germaniyadagi namoyishlar bo'lsa har kuni degudek davom qilmoqda. Masalan, Yaponiya Uyg'ur jamiyati tarafidan Yaponiyaning Saitama o'lkasida 13 fevral kuni boshlatilgan norozilik namoyishlari bugun 10 kuniga. Yevropa Sharq Turkiston Birligi tashkiloti tarafidan Xitoyning Germaniya Myunxen shahridagi konsulxonasi oldida 16 fevral boshlatilgan "Oilam qayerda" nomli norozilik namoyishi bugun 7 kuniga qadam qo'ydi. Germaniya Bavariya o'lkalik parlamentining muavin raisi Markus Apandi Myunxendagi namoyishchilar sepidan o'rin oldi. Avstraliyadagi namoyishlar bir haftadan buyon davom qilmoqda. Turkiyadagi lager qurbonlari yaqinlarining o'zligidan tashkillanib o'tgan yili 12 oyda Xitoyning Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida boshlatgan norozilik harakati uzluksiz kengayib, hozir dunyo miqyosini olgan umumiy xalq harakatiga aylandi. Ularning bu harakati chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. Turkiyadagi Uyg'urlar Turkiya soqchi organlarining cheklishiga va qo'pollik bilan to'sqinlik qilishiga qaramasdan, bu xil norozilik harakatini har kuni Istanbuldagi Xitoy konsulxonasiga yaqin joyda qattiq sovuq va qor yomg'ir ichida izchil davomlashtirib kelmoqda. Bugunmi Istanbuldagi qarindoshlarimiz namoyish maydonida edi. Xitoydan naf elish badaliga Xitoyning Uyg'urlarga munosabatlik soxta uchurlarini tarqatayotgan Facebook shirkati kishilik huquq tashkilotlarining va g'arb matbuotlarining qattiq tanqidiga uchradi. Angliya axborot to'ri tarafidan 18 fevral e'lon qilingan bir maqolada Facebook shirkatining Xitoyning pulini xashlab, Uyg'urlarga munosabatlik soxta uchurlarni tarqatayotganligi bayon qilindi. Maqolada bildirilishicha, Amerika hukumatı Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan va g'arb allari Xitoyni ayblayotgan bu kunlarda Amerikaning dunyoga dongliq ijtimoiy aloqa to'ri bo'lgan Facebook, Xitoy kundalik gazeti bilan Xitoy yer shari televiziya to'rining chiqargan yolg'on yovdoq narsalarni tarqatish bilan qolmay, ularning g'arb taratqullarini yolg'on so'zlayotidi deb ayblashiga yo'l qo'ygan. Facebook ulardan e'lon tashviqot haqqi olgan hamda millionlagan obodlarning bu mazmunlarni tarqatishiga yordam bergan. Axborot taratqusining bayqishicha Xitoy kundalik gazeti o'zining Uyg'urlarga oid ishlagan soxta tashviqot videolarini va maqolalarini Facebook orqali millionlagan obodlarga tarqatadigan va bu orqali g'arb dunyosi tomonidan e'lon qilingan Sharq Turkistondagi lagerlar va irqiy qirg'inchilik haqidagi dokladlarning butunlay yolg'on ekanligini tashviq qiladi ekan. Uningdan boshqa Facebook yana Xitoy yer shari televiziya to'rining atalmish Uyg'ur rayonidagi terrorlik haqida ishlagan bir necha videosini tarqatgan. Maqolada aytilishicha, Xitoyda cheklanadigan Facebook hozir Xitoyning tashviqot quroliga aylanib qolgan bo'lib, buningda iqtisodiy manfaatdan boshqa yana ba'zi sabablar bo'lishi mumkin ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultayi to'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.